Bovam aytqan hikmetler. Bermez qızның seliq eğir. Avazda Gunçem Rozi. Burunmu emes, hazırmı emes, gün qaynagan tomuz aylarda körüngen tağның beriside bir mahalle bolğanken. Bu mahallede yaşavatqan Qoңғыз bayның oğlu Boң-Boңcan burutlarını tolğap, canan izlep jahan saylisiga chiqibdi. U qanatini kerib, g'o'ngildab uchib, necha eriq o'stangdan o'tib, dalani kesib, o't cho'pi buluq, sadasi qo'yiq, g'ing'ing shahriga chiqibdi. Bu shaharda bellari qildak, ovozi zildak, ko'zlari xuma, bo'ynida tuma, Mingmingxon ismli bir qiz bor ekan. Mingmingxon nag'm navosi bilan Boң-Boңjanni qarshilib, zilbi husni bilan o'ziga maftun qilibdi. Yigitningmi qizning ishqi piraqida yurak bag'ri kavob bo'pti. Aradan uzoq o'tmayla bular kelishib qopdi. Boң-Boңjan o'z mahallasiga kayfi shirismon bo'lib ravon bo'pti. Kunlar o'tib, Qo'ng'izboy o'g'lining holidan xabar tepib, o'g'lini o'ylash qaroriga kelib, elchilarni boshlab, G'ing'ing shahriga kelib, Pashilarga 7 egilib, 8 pukilib, 11 taslikda quda bo'lish uchun kelganligini bayon qildi. Ular uyan tartishib, buyan tartishib, necha tik turib, necha o'ltirib, quda bo'lishga pitishibdi. Bu ishdan xo'shallangan Boң-Boңjanning taqti taq bo'pti. Mingmingxonning shaydoligi chaq bo'pti. Bir mahal o'tgandan keyin kelishim bo'yicha Qo'ng'izboy urug' tuqqan xulum qo'shnilarini jam qilib, shoyi adlas, qand-kezaklar bilan batti bo'lurlarni tayyorlab, to'yning tatliq chayini ishkizgach, iliq-siliq uchun Pashilarning uyiga keldi. Pashilarmo barliq jamoatlarini jam qilib, qudalarni kutib olibdi. Taomlar yeyilgandan keyin shu so'rinning o'zida iliq-siliq silinibdi. Cho'ng-kichik Pashilar birining so'zi tugamayla yana biri so'zlab siliq sapdi. Qizning to'yliqi, akildigan oniliq, yurtqa tortildigan tamoqlargacha tür-türü bilan mo'l silinibdi. Xattatning qog'ozlari to'lib, siyohlari tugabdi. Yanala siliq tugmabdi. To'rda o'tirgan cho'ng-cho'ng Pashilar burutlarni bir-biriga tekkizib, "Qing, qing, qing, akilsiz olmang" deb xulosalashibdi. To'y siliqining haddidan ziyoda ishib ketganligini ko'rgan Qo'ng'izboylar, "Biz urug' tuqqan bo'lamiz. Yurt yaqin bo'yicha bo'lsa, bir qancha mingni akasak, 10 mingdan tushib bersanglar" deb yolvoribdi. Biroq Pashilar shu amon g'ulg'ul ko'taribdi. "Qing, qing, qing, akilsiz 10 ming. Kangchilikimiz shu. Salmudoq 100 ming" deyishibdi. Neri tart, beri tart bo'lungan bu sorunda xafa bo'lgan Qo'ng'izboylar achchig'ida, "Bundaq rahimsiz yerdan qiz olmasak bo'lmadimi o? Bermas qizning seliq eg'ir degan mushida. Bundaq to'yni qo'ying" deyishib, kayni-kaynidan uchib ketibdi. Hikmat. Ilgari bermas qizning seliq eg'ir deydik. Hozir bermas qiz yo'q. Chunki to'yliqning ko'pligi hashamat bo'ldigan bo'ldi. Hayriyat, bermas qiz, eg'ir siliq hamon yo'qildi.